$6 million sotildi ushbu kvartira. O'rtoqlar, bir qarashda oddiy domga o'xshaydi, lekin bu Dubaydagi eng qimmat joy, Palma orolida qurilayotgan yangi proyekt. Eng arzon uylar bu yerda $1 100 000 boshlanadi. Yashash uchun deyarli barcha qulayliklarga ega. Basseynlari, alohida dam olish zonalari, yuqori qavatida esa bazmlarni o'tkazadigan alohida hududlariga ega. Mehmonxonalarga xos bo'lgan qulayliklar deyarli barchasi mujassam o'rtoqlar. Bu yerda oddiy odamlar yashamaydi. Bu yerdan uy sotib olish orqali siz fikrlashi, dunyoqarashi, imkoniyatlari o'zingizga xos bo'lgan qo'shnilarga ega bo'lasiz. Bu yerdan uy sotib olish go'yoki o'rtoqlar kuchli bir brendning bir qismiga egalik qilish kabidir. Sababi Dubay bugungi kunda butun dunyo bo'ylab tan olingan shahar hisoblanadi. Turistlar oqimi juda katta. Va o'sha Dubayni ham aynan Palma oroli esa eng nufuzli joy hisoblanadi. Xuddi qimmatbaho tojning eng yuqorisida turgan durga, javohirga, brilliantga o'xshaydi. Xullas, bu yerdan uy sotib olib, siz farzandlaringizni ham kelajagini ta'minlab qo'yasiz. Hoziroq bizga murojaat qiling, bu borada sizga to'liq ma'lumot beramiz.